Yaqin Sharqda bo'layotgan urush O'zbekiston metal bozoriga qanday ta'sir qiladi? Bu savol O'zbekistonda nafaqat metal mahsulotlarning savdosida, balki umuman ta'minot bilan shug'ullanib keladigan ko'plab tashkilotlarni, quruvchi tashkilotlarni o'ylanib turgan katta savol hisoblanadi. Bu siyosiy vaziyat Erondan O'zbekistonga kirib keladigan ko'plab xomashyo mahsulotlarini yetkazib berish zanjirida o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Agar bu siyosiy vaziyat cho'ziladigan bo'lsa, bu mahsulotlarni Rossiya va Xitoydan olib kirishga majbur bo'lib qoladi ko'plab tadbirkorlar. Bu esa u davlatlarning chegarasida ko'plab muammolarni yuzaga keltiradi. Eng asosiylaridan bittasi vagonlarda muammo yuzaga keladi. Undan tashqari talab kuchayib, mahsulot kamayib ketganligi sababli mahsulotlarning narxi ma'lum darajada qimmatlashishiga olib keladi. Bunaqa vaziyatda shoshma-shosharlik bilan qaror qabul qilmaslik kerak. Xuddi shunaqa holat o'tgan yili ham kuzatilgan edi. Ya'ni Erondan bilamizki, kartinka mahsulotlari kirib keladi. Ko'plab tadbirkorlar Eronga pul tikib, sezon kelganda foyda qilaman deb kartinkaga pul tikib zakazlab berishgan edi ko'plab zavodlarga. Siyosiy vaziyatlar o'zgarib ketgandan keyin Rossiya sezon kirgan, mavsum kirgan paytda kartinka yo'q bo'lib qoldi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar yetmaganligi uchun narxlar ko'tarilib ketdi. Siyosiy vaziyatlar joyiga tushgandan keyin O'zbekistonga Erondan kirib kelayotgan mahsulotlar kirib keldi. Afsuski sezon tugab bo'lgan edi. Mahsulotlar ko'payib ketdi. Ko'plab tadbirkorlar zarariga kartinkani sotishga majbur bo'lishdi. Samet korxonasi bitta davlat, bitta ta'minotchiga bog'lanib qolmaslik strategiyasini tanlagan va bu yo'nalishda Sametda yig'ilgan ko'p yillik statistika ma'lumotlariga biz hozirgi holatdagi iqtisodiy va siyosiy ma'lumotlarni inobatga olgan holatda ta'minot bilan shug'ullanamiz. Respublika bo'ylab joylashgan omborlarimizda, xususan Buxoro, Samarqand va Toshkentda joylashgan omborlarimiz orqali davlat va nodavlat tashkilotlarini metal mahsulotlari ta'minoti bilan shug'ullanib kelmoqdamiz. Shuning uchun hozirgi bozorda kuzatilayotgan qisqa muddatli o'zgarishlar emas, balkim uzoq yillik tahlillarga asoslanib qaror qabul qilish kerak.